Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari va bevosita bizni nafaqat O'zbekistonda, qolaversa chet ellarda ham kuzatib borayotgan albatta obunachilarimiz hamda kuzatuvchilarimiz. Bugun biz bevosita aynan Bashkent turar joy majmuasi sotuv bo'limidamiz. Toshkent shahridan to'g'ridan-to'g'ri sizlar bilan suhbatimizni amalga oshiramiz. Mening suhbatdoshim esa avvalo Bashkent mening orzuyim hamda Bashkent Residence loyihalari rahbari Shuhrat Karimov bo'ladi. Assalomu alaykum Shuhrat aka. Assalomu alaykum Shuhrat aka, xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling, xayrli kun. Bevosita biz bu suhbatimizni amalga oshirish uchun juda ko'p ijtimoiy tarmoqda berilgan savollardan kelib chiqqan holda amalga oshiryapmiz. Xabaringiz bor, Buxoro shahrida 14-sentyabr kuni juda ham bir katta bir olamshumul ochilish marosimi bo'ldi desak ham bo'ladi. Sizningcha mana shu ochilish marosimida taassurotlar qanday bo'ldi va shular haqida o'zingiz fikrlaringizni bildirib o'tsangiz. Savol uchun rahmat Shuhrat aka. Avvalambor assalomu alaykum Buxoro ahliga. Aytganingizdek 14-sentyabrda ochilish marosimi o'tdi sotuv ofisini. Biz o'ylaganimizdan, biz kutganimizdan ancha yuqori darajada o'tdi. Bunchalik Buxoro ahli, Buxoro aholisi bizani bunchalik bir yuqori kayfiyatda kutib olishini biz o'ylamagandik. Albatta niyat qilgandik, albatta buncha intilgan edik. Lekin amaldagi holatni ko'rib biz o'zimiz ham ancha mamnunlik his qildik, ancha xursand bo'ldik bu holatdan. Va bunga javoban ta'sislarimiz tomonidan, investorlarimiz tomonidan shunaqa qaror qilindiki, o'sha kunda o'zida bu Buxoro shahridagi Bashkent Residence loyihasini yanada tezroq amalga oshirish, yanada tezroq bu oldimizda turgan xonadonlarni foydalanishga topshirishni o'zimizga reja qildik, qasd qildik va bu bo'yicha hozirgi kunda barcha o'sha tegishli choralar ko'rilmoqda. Mana bevosita hozir o'zingiz aytib o'tdingiz, biz kutmagan tarzda shunaqa bir olamshumul tarzda ochildi, ochilish marosimi amalga oshirildi deyapsiz. Keling hozir loyiha haqiqatan diqqatga sazovor jihatlari bilan juda ham e'tiborni tortdi Buxoro ahlini. Buxorodagi loyiha haqida umumiy bir ma'lumotlarni, uylarni foydalanishga topshirish muddatlari shular haqida bir gapirib o'tsak. Endi loyihamiz Bashkent Residence loyihasi bu Buxoro shahrida joylashgan 10 gektar hududda. Shu hududda 38 ta 12 qavatlik blok domlar ko'tarilishi rejalashtirilgan. Hozirgi kunda 6 ta blokda ko'tarilish ishlari boshlandi. Xonadonlar soniga kelsak 2928 ta. Chamasi 3000 ta xonadon bo'ladi. Xonalariga kelsak, bir xonalik, ikki xonalik, uch xonalik xonadonlarni taqdim qilamiz yurtdoshlarimizga. Albatta parkovka masalalari bo'yicha ham yechim qilindi. Parkovkalarda soni hozirgi kundagi loyihamiz bo'yicha turgan soni bu 1660 ta. Deyarli bir 60% ni tashkil qiladi. 55-60% ni tashkil qiladi xonadonlar soniga nisbatan. Loyihani yana umumiy ko'rsatkichlaridan biri bu yashil maydon. Yashil maydon endi hammamizga muhim, bilasiz. Endi bu yaxlit bir shaharcha qilib qurayotgan bo'lsak, 10 gektar bo'lsa, shuni 27-30% yashil maydonlardan iborat bo'ladi. Foydalanishga topshirish muddatlaridan kelib chiqadigan bo'lsak, xudo xolasa bu 38 ta blokdan birinchi 22 tasini 1 yil davomida, 12 oy davomida, bu keyingi yilda, xudo xolasa 2026-yilda sentyabr oyiga birinchi 22 ta blokni foydalanishga topshiramiz. Bu degani 1848 ta xonadon degani. 1848 ta xonadonni 1 yil davomida foydalanishga topshirsak va shu kundan boshlab yana 1,5 yil davomida qo'shimcha yana 6 ta blok foydalanishga topshiriladi. Va jami 2 yil davomida yana qo'shimcha 10 ta blok foydalanishga topshiriladi. Shunda jami 38 ta bo'ladi. Demak, shu 38 tadan 22 tasi 12 oyda, 6 tasi 18 oyda, yana 10 tasi 24 oyda foydalanishga topshirishni o'zimizga reja qilganmiz va bu borada barcha harakatlar boshlandi. 2 yil davomida to'liq tugatiladi, xudo xohlasa. Albatta. Bevosita mana hozir biz Toshkent shahrida turib siz bilan intervyuni amalga oshiryapmiz. Bu qaysidir ma'noda buxoroliklar nomidan yozilgan izohlarda, kommentariyalardan keyin biz vakil sifatida kelgan desak ham bo'ladi. Keling savolni shunga yo'naltirsakda, Toshkent shahrida qurilayotgan uylarning Buxoroda qurilayotgan uylar orasida tafovuti bormi? Narx, qurilish, materiallar, o'lcham, ko'rinish kabi mezonlar bo'yicha. Toshkent shahridagi Bashkent mening orzuyim loyihasi desak, Buxoro shahridagi Bashkent Residence desak, loyihani konstruktiv va umuman sifat bo'yicha ishlatiladigan qurilish materiallari bo'yicha
bir-biridan hech qanday farqi bo'lmaydi. Albatta, lekin savol tug'iladi, Toshkent shahrida deylik narx Buxoro shahriga nisbatan qimmatroq-ku. Qanday qilib deylik Toshkentdagi sifatni Buxoroda ham qilishimiz mumkin desak, bunga boshqa omillar ham bor-da. Toshkent shahrida nima uchun qimmat? Bir tomonda bu yerning o'zi qimmat. Mana 20 gektar hududda biz shu 89 ta blokda Toshkent shahrida barpo qilyapmiz. Bu yerning narxi boshqa bu yerda. To'g'ri. Buxoro shahridagi yerning narxi boshqa. Va umuman mehnat kuchida ham farq qiladi. Toshkent shahridagi mehnat kuchi bilan viloyatlardagi mehnat kuchini ish haqisida farqi katta. Bunaqa nima desam ekan, tafovutlarni ko'p keltirishimiz mumkin-da. Mana aynan shu sababli Buxoroning loyihasi deylik shu holatda Toshkentning loyihasidan arzon bo'lishi mumkin. Lekin sifat jihatdan bir xil bo'ladi. O'sha deylik ayniqsa yurtdoshlarimizga xonadonlarni o'zi qiziqtiradi. Ta'mirlangan holda taqdim etiladimi yoki ta'mirlanmagan holdami? Bu savol juda ko'p berilmoqda. Keling, mana shu borada ham yana bir karra to'xtalib o'tsak. Xonadonlarimiz har ikkita loyihada ham, Toshkentdagi loyihada ham, Buxorodagi loyihada ham to'liq ta'mirlangan holatda yurtdoshlarimizga taqdim etiladi. Xoh bir xona bo'lsin, xoh ikki xona, xoh uch xona. 100% ta'mirlangan bo'ladi. Ta'mirlanganda ham barcha ishlarimiz sifatli amalga oshirilgan bo'ladi. Shuning o'zi bekorga kelmadingiz, mana bugun o'yingizdan ko'zingiz bilan guvoh bo'ldingiz. Alohida reportaj oldingiz, ko'zingiz bilan ko'rdingiz. Bu bir alohida bir showroom emas edi. Blokda domda o'ziga chiqib, xonadonni ichiga kirib, o'zingiz tayyor holatda ko'rdingiz. Qanaqa romlar ishlatilgan, qanaqa eshiklar ishlatilgan, qanaqa laminatlar ishlatilgan, sanuzeldagi o'sha vannalar yoki rakovinasi yoki smestitellar ko'zingiz bilan ko'rdingiz. Jarayonda hozir ko'rsatib o'tadilar operatorlar. Oshxonadagi o'sha deylik gaz plitasi, albatta. Yoki o'sha barchasini ko'rdingiz, o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rdingiz. Mehmonxonalardagi hammasini ko'rib o'tdik. Shu sifatda Buxoroda ham amalga oshiriladi. Maqsadimiz shu. Demak, hurmatli teletomoshabinlar, kuzatuvchilarimiz, biz bilamizki, dunyoning qaysi burchida bo'lishidan qat'iy nazar, chet elga chiqqan ko'pchilik, albatta migrantlarimiz birinchi o'rinda xonadon xarid qilay deb chet elga chiqib pul ishlashadi. Albatta, mana shunday holatda biz o'ylaymizki, ta'mirlangan holdagi xonadonlar ancha qulay tushadi, chunki bir vaqtning o'zida ko'chib o'tish, qo'shnilarni bir-biriga xalal bermasligi va qaysidir ma'noda ortiqcha xarajatlar bo'lmasligi. Qanaqa shartlarda sotiladi umuman olganda xonadonlar? Shudaki. Endi o'zi yana bir bundan oldingi savolingizga qo'shimcha aytaman. Nimaga ta'mirlangan holatda aytamiz? O'zingiz ham mana ta'kidlab o'tdingiz. Hozir endi zamoni tezlashib ketdi-da. Ko'pchiligimizda vaqt yo'q. Ko'pchiligimiz odatda asabiy. Qayerdan sifatli material xarid qilishni bilmaymiz. O'ziga yarasha buni yuki og'irda remont ishlarini tashkillashtirish. O'zingiz faraz qiling, 12 qavatli blokda hamma bir zumda remont qilsa, qanaqa holatga keladi bu 12 qavatli o'sha deylik imorat. O'shaning uchun xalqimizga, yurtdoshlarimizga bunaqa deylik salbiy tomonlarni bartaraf qilish uchun, ularga yengillik yaratish maqsadida ta'mirlangan xonadonlarni taqdim qilishni reja qilganmiz. Va ta'mirlangan xonadonlarda biz har ikki loyihada ham bozorda taklif etilayotgan ta'mirsiz xonadonlar narxida taqdim qilyapmiz. Ta'mirsiz xonadonlarni narxida biz ta'mirlangan xonadonlar taqdim qilyapmizki, bu tomonlama ham biz yurtdoshlarimizni bizani xonadonlarni sotib olishga rag'batlantiryapmiz. Yana bir tomonlama ko'mak. Da. Demak, keyingi savolga o'tamiz. O'sha qanday shartlarda sotiladi umuman xonadonlar? Buxorodagi loyihamiz bo'yicha men 4 ta deylik yo'nalish belgilab berishimiz mumkin. Hozirgi kunda sotuv ofisidan shu xizmat ko'rsatib kelinyapti. Bu yurtdoshlarimiz 100% oldindan to'lash sharti bilan xonadon sotib olishlari mumkin. Oldindan 100%. Bunda albatta boshqa holatlarga nisbatan chegirmalari ancha yuqori bo'ladi. Ayniqsa hozirgi kunda bu yangi loyihamizda katta aksiyalar davom etyapti hozirgi kunlarda. Ikkinchi sotib olish turi imkoniyati bu ipoteka kreditlari hisobiga xonadonlarimizni sotib olish imkoniyatlariga ega bo'lishadi. Bu holatda ham yurtdoshlarimizga 100% pulni to'lagan paytda beriladigan chegirmalarni ipoteka kreditlari bo'yicha xonadonlarni sotishda ham qo'llaymiz. Ikkalasida ham bir xil holat bo'ladi. Demak, narxlari bir xil. Uchinchi turdagi sotib olish imkoniyati bu ko'pincha xalq tilida рассрочка deyiladi. Deylik, ma'lum bir boshlang'ich badalni taqdim qilgan holda, oyma-oy qanchadir to'lovlar to'lagan holda
keyin kadastr hujjatlari tayyor bo'lganda o'sha paytda 3-oxirgi to'lov to'lash sharti bilan uylarda realizatsiya qilishimiz mumkin. Misol uchun deylik, yurtdoshimiz uyni qiymati 300 million so'm bo'lsa, men taxminan aytyapman, shuni 10% 30 million so'mni to'lab, qolgan 270 milliondan yana deylik 12 oyda xonadonimiz foydalanishga topshiriladigan bo'lsa, 12 oy davomida oyiga 4 milliondir yoki 5 million yoki 6 milliondan to'lab, oxirgi shu 12-oy kelganda esa deylik birinchi boshlang'ich badal to'ladilar 30 million, 5 milliondan 12 oy 60 million to'ladilar, demak 90 millionda ayırdingiz, qoldi 210 million, 300 milliondan. Ana o'sha 210 million so'm pulni o'sha vaqti kelganda bir vaqtni o'zida o'zlarining mablag'lari hisobidan yopishlariga to'g'ri keladi yoki o'sha payt ipoteka krediti hisobiga ham buni yopish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu deylik rassrochka bo'yicha berayotgan taklifimiz. Bu yerda boshlang'ich badal bor. Endi 4-chi yana bir taklifimiz, bu ham bir eksperiment sifatida hozir taklif qilyapmiz. Yurtdoshlarimiz qanchalik bunga bir yondashuvga qarab yana balkim ba'zi bir o'zgartirishlar kiritamiz. Bu boshlang'ich badalsiz. Boshlang'ich badalsiz 2 xonali xonadonlarda oyiga 8,9 million so'm, 8 million 900 ming so'mdan to'lash sharti bilan har oy. Har oy 8 million 900 ming so'm to'lab, o'sha deylik foydalanishga topshirilguncha bo'lgan muddatda 8 million 900 ming so'mdan to'lab, oxirida keyingi qolgan qismini baribir o'sha aytganimdek o'zining mablag'i hisobidan yoki ipoteka kredit mablag'i hisobidan yopishga to'g'ri keladi. Lekin hozirgi kunda deylik 12 oyda topshiriladigan uyga olmoqchi, 2 xonali xonadon ma'qul keldi. Deylik kvadrat metr maydoni 46 kvadrat metr. Keldilarda oyiga 8 million 900 ming so'mdan bizlar bilan shartnomalashib 12 oy davomida to'lab, 12 oy tugagandan keyin kadastr hujjat tayyor bo'lgandan keyin o'sha qolgan qismni to'liq yopishga to'g'ri keladi faqat. Tushunarli. Mana hozir juda ham sodda va ixcham tarzda tushuntirib o'tdingiz. Keling, 100% o'sha to'lov asosida xonadonlarni xarid qilishga to'xtalsak-da. Misollar asosida tushuntirib bersangiz yana shuni bir kara. 100% oldindan to'lov bilan xonadonlar sotib olishda qanaqa narxlar bo'lishi mumkin deydigan bo'lsangiz, bu deylik bir xonali xonadonlarimiz bor. 32 kvadrat metrlik, 37 kvadrat metrlik xonadonlarimiz bor. Ularni narxi deylik qavatlardan kelib chiqib 17 ming AQSh dollari ekvivalentidan 19 ming AQSh dollari ekvivalentigacha yoki 20 ming AQSh dollaridan 23 ming AQSh dollarigacha bo'lishi mumkin. Qavatlardan kelib chiqib. Chunki bizdagi 1 kvadrat metr narxi qavatlardan kelib chiqib belgilangan. O'shaning uchun mana bir xona misolida sizga 32 kvadrat metrlik, 37 kvadrat metrlik bo'yicha misol keltirdim. Deylik o'sha 32 kvadrat metrlik 17 ming AQSh dollaridan 19 ming AQSh dollari ekvivalenti atrofida. 37 kvadrat metrlik 20 ming AQSh dollaridan 23 ming AQSh dollari atrofida bo'ladi. Agarda 100% pul to'langanda. Xuddi shunday deylik 3 xonalik. Mana ko'pchilik bizada bar o'zbek xalqi, bizani millatimiz, yurtdoshlarimiz ko'p farzandli bo'ladi. Bolajon. Ularga o'sha 3 xonali xonadonlarimiz qiziqroq. 70 kvadrat metrlik, 74 kvadrat metrlik, 81 kvadrat metrlik xonadonlarimiz bor. Ular bo'yicha agarda 100% oldindan to'lov qilishadigan bo'lsa, xonadonning narxi 35 ming AQSh dollaridan 39 ming AQSh dollari atrofida bo'ladi. Chamasi. Bu yana joyida hisob-kitob ko'rishadi. 35 mingdan 39 ming AQSh dollari ekvivalenti atrofida bo'ladi. 3 xonali xonadonimiz. 70, 74, 81 kvadrat metrli xonadonlar haqida gapiryapman. Mana hozir bevosita rassrochka borasida to'xtalib o'tdik. Bo'lganda ipoteka, arenda bor. Mana masalan, uchalasini agar solishtirganda siz mutaxassis sifatida qaysi birlarini yaxshiroq deb baholagan bo'lardingiz? Keling, mana shularni agarda biz hozir bevosita bizni kuzatib turganlar ham qaysi birida ko'proq xarid qilsam yaxshiroq? Rassrochka, ipoteka, arenda. Mana hozir arendaga turganda ham ko'proq rasxod qilib qoladi-da. Qancha to'lashadi? O'zingizga savol akajon. Kimda qanaqa endi bor obstanovka bilan olishi mumkin, bez obstanovka olishi mumkin. Lekin pulni to'lab boryapsiz. Sizga ta'mirlangan holatda bo'ladi. Mana ta'mirlangan, toza, ozoda xonadon qanaqa bo'ladi? Mana keling, agar biz Buxoro shahri hududida oladigan bo'lsak, 400 dollardan boshlansin. Ta'mirlangan, tayyor hammasi 200-300 dan emasmi? 200-300 dan endi boshlanadi jihozsiz. Adashmasam bir 200-300 deb eshitdimmi? Shunaqa. Lekin bizani holatda ham hali men sizga bir yana atroflicha tushuntirish beraman. Ipoteka kreditlar hisobiga misol uchun aholi uy-joy olganda ham xuddi shunaqa xonadonlarda oyiga bir o'rtacha 4 million 5 million so'mdan boshlanadi. Bir oylik to'lovi ipoteka krediti bo'yicha. Oyiga 4 million 5 million so'm. Va bu kamayib boradi yana. Chunki siz asosiy qarz to'lagan saringiz
Chunki kredit qoldig'iga nisbatan foiz hisoblanadi. Shunday. Bu yana kamayib boradi. Va vaqt o'tgan sari dollarga nisbatan ham qiymatsizlanib boradi. Odatda endi oxirgi deylik amaliyotdan kelib chiqib, endi oldinga aniq shunaqa bo'ladi deb men bashorat bera olmayman. Taxminan. Lekin amaliyotdan kelib chiqib aytamizki, vaqt o'tgan sari dollarga nisbatan ham bu o'zini qiymatini yo'qotib boradi. Shunday. Siz mana ho arendaga agar xonadonda 300 AQSh dollarga yashab turgan bo'lsangiz, ertaga 1 yildan keyin ham 300 AQSh dollari berishingiz kerak. 2 yildan keyin ham 300 AQSh dollari berishingiz kerak. So'mda qimmatlashib boraveradi. Bu esa ipoteka kreditda so'mda to'laysiz. 4 million 5 milliondan boshlanib turibdi va bu oy sayin qanchadir kam miqdorda kamayib boradi. Kamayib boradida dollarga qiymatini olganda dollarda ham kamayib boradi. Chunki so'mda kamayib turibdi-da. So'mda kamayib turibdi. O'shaning uchun menimcha deylik ipoteka kreditlari bilan arendani solishtirmoqchi bo'lsak, harakat qilib uy joyida ipoteka kreditlariga sotib olgan menimcha ma'qulroq bo'lsa kerak. Yoningizda qolib qoladi. Afzalroq bo'lsa kerak. Chunki uy o'ziniki bo'ladi. Yashang. Kimgadir to'lamayapti. Juda to'g'ri. O'zini uyi emas bo'lgan narsaga pul to'lamayapti. O'zini uyiga pul to'layapti. Shuni bir aniq farqiga borib olishimiz kerak. Demak, bu juda ham qimmatli maslahat bo'ldi qaysidir ma'noda. Bevosita loyiha infratuzilmasi haqida kengroq bir ma'lumot berib o'tsangiz, umuman olganda o'sha klinikalar bo'ladimi yoki hududga yondosh bo'lgan obyektlar borasida. O'zi Bashkent Residence deb nomidan ham bilsangiz bo'ladi. Bu shahar degani, bu poytaxt degani. Boshqacha ham bo'lishi mumkin emas. Bizada loyihamizda juda katta maydonli bulvarimiz bo'ladi. O'sha yerda yashayotgan aholi uchun aylangani, vaqtini sarflagani, farzandlari bilan bir xursandchilik qilgani juda qulay deb o'ylayman bu bulvar hududi. Bundan tashqari albatta ijtimoiy nuqtai nazardan maktab bo'ladi. Bitta bog'cha bo'ladi. Bundan tashqari savdo majmuasi bo'ladi. Savdo majmuasida yuqori qavatlarda mehmonxonasi bo'ladi va aholiga deylik meditsina xizmatlarini ko'rsatishlik uchun klinika ham bo'ladi. Zamonaviy yuqori qavatli klinika barpo etiladi. Mana shu bizani deylik loyihamizning infratuzilmasi. Albatta maksimal darajada harakat qilamizki, Xudo xolasa shu yerda yashayotgan yurtdoshlarimiz o'zlarini nima desamki, bir shahar ichida yashayotganligini his qilishadi. Uylaridan pastga tushganda ko'p ularda deylik ehtiyojlari shu hudud doirasida Xudo xolasa o'zini yechimini topadigan bo'ladi. Xudo xohlasa. Mana haqiqatan berayotgan ma'lumotlaringiz juda ham bir qiziqarli menimcha xaridorlar uchun ham. Umuman olganda ularni qonuniy jihatiga bir to'xtalib o'tsak-da, uylarga egalik huquqi, mulk huquqi, qurilishlarga oid bo'lgan yuridik hujjatlar haqida ma'lumot berib o'tsangiz. To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, Shuhron aka. Buxoro shahridagi Bashkent Residence loyihasi bilan bog'liq barcha hujjatlar qonunchilikka muvofiq tegishli jarayonlardan o'tgan va tegishli ruxsatnomalar ham olingan. Misol uchun qurilish montaj ishlarini boshlashlik uchun oxirgi instansiya bu xalq tilida aytganda GASN deb aytiladi. Shu qurilish montaj ishlarini boshlashlik uchun ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz kerak. Bu oxirgi instansiya. Mana shu ro'yxatdan ham o'tilgan. Shuning uchun ham bizda o'sha hududda qurilish ishlari boshlangan. Ro'yxatdan o'tishlik uchun undan avvalgi 10 ga yaqin jarayondan o'tgan bo'lishingiz kerak. U jarayondan o'tmasangiz, sizni qurilishni boshlash uchun ro'yxatdan o'tkazilmaysiz. O'shaning uchun bu tomondan ko'nglimiz xotirjam bo'lsa bo'ladi. Yaxshi. Men sizga elektronniy va yozma Yo'q, mana hozir biz bevosita sizni suhbatimiz jarayonida mana ko'rsatamiz. Hamma hujjatlarimiz borligini o'zingiz ham guvoh bo'lasiz, yurtdoshlarimiz ham guvoh bo'ladi. Bu tomonlama inshaalloh muammoyimiz yo'q. Shuhrat aka, bevosita mana shu savolga qo'shimcha savolimiz kredit qarzdorligi borligi yoki yo'qligi borasida bir oydinlik kiritsakda, mana ko'pchilik qurilish tashkilotlari yoxud bo'lmasa xususiy qurilish bo'ladimi, yoxud aholi yashash uchun жилой komplekslar quriladimi? Albatta, unda qarzdorlik bor yo'qligini ko'pchilik surishtirmaydi. Umuman olganda sizlarda bu vaziyat qanday? Shu haqida bir ma'lumot berib o'tsangiz. Men tushunishim bo'yicha savolingiz bu quruvchi tashkilotda buyurtmachini qarzdorligi bormi, yo'qmi? Shunday. Ertaga deylik qarzdorligini vaqtida to'la olmasa, biron bir muammoli holatga kirib qolmaydimi? Buni orqasidan aholi keyin aziyat chekmoqchi emasmi deb so'ramoqchimiz. Xuddi shunday. Allohga shukr, bizda bu narsa yo'q. Toshkent holatida ham, Buxoro holatida ham bizani o'sha yuridik muassasani nomida kredit qarzdorligi mavjud emas va o'ylaymanki
bunaqa qarzdorlik bizada bundan keyin ham bo'lmaydi, Alloh nasib. Bundan ko'nglimizni xotirjam qilsak bo'ladi. Har qancha qanaqadir ma'lumot taqdim qilish kerak bo'lsa, buni isboti uchun ma'lumot taqdim qilishga biz tayyormiz. Hech qanday qarzdorligimiz yo'q. Va bu loyihalarni biz investorlarning mablag'i hisobiga amalga oshiryapmiz. Mana endi sotuv ishlari ham boshlandi. Albatta, aholidan kelib tushgan pul mablag'lari ham ma'lum bir darajada ishtirok etadi. Lekin katta qismi va oxirgi 2 oydan kelib chiqadigan bo'lsak va bundan keyin ham juda katta foizda investorlar mablag'iga bu xonadonlar qurilishi amalga oshiriladi. Mana hozir bevosita qarzdorlik masalasida to'xtalib o'tdik. Umuman qarzdorligi yo'q deb aytyapsiz xonadonlarni, demak qurilish firmalarini hech qanaqa muammo bo'lmaydi deyilyapti. Lekin bizda xaridorlar o'sha to'lovni to'lagach, qanday hujjatlar rasmiylashtirilishi kerak? U qanchalik yuridik kuchga ega bo'ladi? Ko'pchilik bilamizki, aldanib qolishni yoki xonadonni bir necha kishiga sotilib ketishidan xavotirlanadi. Buxoroda bunday holatlar afsuski so'nggi paytlarda juda ham ko'p kuzatilgan. Umuman Bashkent turar joy majmuasi bu yerda qanday bir fikrlarni ayta oladi? Endi balkim bir yengilga ayta olmasman bu bergan savolingiz bo'yicha. Hamma kabi deylik o'sha o'zaro shartnoma tuziladi. Ikki tomonlama. Shartnomada barcha shartlar, majburiyatlar, huquqlar yoritilgan. Lekin men bu bitta xonadonni 2 kishiga sotib olish, 3 kishiga sotib olish, yana har xil turli xil shunaqa firibgarliklarga albatta biz yo'l qo'ymaymiz. Bizga bu narsa kerak emas. Bizning maqsadimiz ham yo'q, niyatimiz ham yo'q. Va buni oldini oluvchi choralar ko'rganmiz. Maxsus dasturlar o'rnatilgan, tizim o'rnatilgan, javobgar shaxslar bor. Hali praktikamizda ham, Toshkent holatida ham mana deylik 8 oydan beri sotuvni amalga oshirayotgan bo'lsak, 2,5 mingga yaqin xonadon sotdik. Hali bitta xonadon 2 ta odamga sotilib qolindi deb hazilga ham bunaqa ish bo'lgani yo'q. Ipoteka kredit shartlariga to'xtalsak, umoganda mana shu ipoteka orqali xarid qilish haqida to'xtalib o'tdik. Demak, shartlari qanaqa bo'ladi? Shartlari o'zingiz Buxoroda sotuv ofisiga kirganingizda menimcha guvoh bo'ldingiz. Tijorat bankini ofisi ochilgan, sotuv ofisining o'zida. Bu ikkita maqsadda qilingan. Biri aholidan pul mablag'larini qabul qilayotganda bank kassasi orqali qabul qilish uchun. Ikkinchisi joyida kimki o'sha ipoteka kreditlari hisobiga xonadonlar sotib olish maqsadi bo'lsa, ularning oldida bo'lishi mumkin ovoragarchiliklarning oldini olish maqsadida to'g'ridan-to'g'ri shu mini bankka murojaat qilib, ipoteka krediti hisobiga uy-joylarni sotib olish imkoniyatini taqdim qilyapmiz. Bu birinchidan. Demak, sotuv ofisining o'zida ipoteka kreditlari hisobiga uy-joy sotib olish uchun sharoit yaratilgan. Endi shartlariga keladigan bo'lsak, kredit muddati 20 yilga, 240 oygacha beriladi. Kredit miqdori 330 million so'mgacha beriladi. Kadastr hujjatlari rasmiylashtirilgunga qadar yillik foiz stavkasi 20%. Kadastr hujjatlari rasmiylashtirilgandan so'ng katta ehtimol bilan 18% yillik foizga o'zgartiriladi. Demak, 1 yil o'tgandan keyin foiz stavka 2% ga kamayadi. Boshlang'ich badalga keladigan bo'lsak, har qanday o'sha ipoteka kreditlarida uy-joy qiymatining eng kamida 15% ni fuqarolar topshirishi to'g'ri keladi. Boshlang'ich badal sifatida. Mana shu 4 ta asosiy narsani aytishim mumkin sizga. Mana hozir bevosita juda ham chiroyli qilib tushuntirib o'tdingiz. Lekin ko'pchilikda negativ fikr bor. Kredit olish kerak emas, kredit olsang boshing g'avg'odan chiqmaydi yoki kredit olish noto'g'ri, xavotir borda. Bizda какой-то miflar yuradi. Umuman olganda siz mutaxassis sifatida bu borada qanday fikrlarni bera olasiz? Aytganingizdek, haqiqatan mif, haqiqatan aniq bir isbot dalilga tayanilmagan. Ko'proq o'sha tildagi gaplar bo'ladi deb o'ylayman, meni fikrim. Uzr so'rayman albatta bu fikrim uchun. Chunki kredit olganda deylik turli xil muammolarga kirish holatlari bu o'sha deylik yuridik muassasani yoki o'sha jismoniy shaxs tomonidan avvalambor o'zi qilingan xatti-harakatini o'zi noto'g'ri bo'ladi. Niyatini o'zi noto'g'ri bo'ladi. Ertaga shu kreditdan foydalanishini o'zi noto'g'ri bo'ladi. Maqsadi noto'g'ri bo'ladi. Ichida yolg'on bo'lishi mumkin. Va oxir-oqibat ertaga keyin shu kredit muammoga aylanadi. Muammoga aylangandan keyin kim yomon? Bank yomon yoki kredit yomon. Lekin o'zi yomon emas.
lekin odam aql farosat bilan, fahm farosat bilan, jiddiylik bilan yondashadigan bo'lsa, aniq bir maqsadda kredit oladigan bo'lsa, deylik bu holatda mana xonadon sotib oladigan bo'lsa, mehnat qilayotgan inson bo'lsa, ma'lum bir darajada daromad topayotgan inson bo'lsa, albatta bu yerda hech qanaqa muammo kuzatilmaydi kelgusida ham. Endi yana ikkinchi qismi bor, bu yana negativda bir qismi, deylik 10 yillik yoki 20 yillik grafikda olganda 20 yillik deylik foiz turadida. Juda katta foiz ko'rinadi 20 yilda. Misol uchun deylik kreditni o'zi 200 million edi. 20 yilda taxminan aytayapman 800 million qilib qaytarib berar ekanman, 4 barobar ko'p qilib. Menga nima kerak bor deyiladi-da. To'g'ri, bu savol o'rinli savol. Lekin davriga ham e'tibor berish kerak-da. Albatta. Davr 20 yil-ku. Deylik o'sha 200 millionni biz 2 yilda yo 3 yilda 4 barobar qilib qaytarib bermayapmiz. 20 yilda qaytarib beryapmiz. Shunday. Albatta amaliyotdan kelib chiqadigan bo'lsak, o'zimiz ham hozirgi kunimizdan 20 yil orqaga qaytaylik-da, 20 yil yana oldinga qaytaylik. O'zgarish qanchalik? Narx-navoni ko'raylik. Bu o'sha menimcha 4 barobar oshmadi-da narx 20 yilda. Oshgan bo'lsa bir 20 barobar yo 50 barobar narx oshdi. Shunday bo'ladi. 20-30 barobar narx oshdi. O'sha nuqtai nazardan unchalik bu vajam bir o'rinli emas. Uchinchi tomonlama, agarda 20 yilda shuncha foiz chiqishi bizga ma'qul kelmayotgan bo'lsa, harakatimizni ko'paytirishimiz kerak edi, 10 yilda yopaylik. Shunday. 7 yilda yopaylik, 4 yilda yopib yuboraylik. Foizlar kredit qarzdorligiga nisbatan hisoblanadi. Bu grafikda ko'rsatilgan foiz bo'ldi, sen shuni to'laysan, majbursan degani emas. Bu grafik, yo'llanma bu. Shunga как minimum rioya qilish kerak. Lekin siz muddatidan avval asosiy qarzni ko'proq yopadigan bo'lsangiz, shunga assadkasiga nisbatan, qoldig'iga nisbatan foiz chiqadi. Va shunga monand qancha tezroq yopsangiz, shuncha kamroq foiz chiqadi degan. Bu bizning o'zimizga bog'liq. O'shaning uchun savolingizga shu javobim. Juda to'g'ri. Mana hozir bevosita qaysidir ma'noda kredit oluvchilar uchun master klass bo'ldi desak ham bo'ladi buni. Toshkentdagi loyiha haqida to'xtalsak, umuman olganda Toshkentdagi loyiha bu Buxorodagi loyihaga adashmasam 4-5 barobar kattaroq loyiha, Buxorodagi loyihaga nisbatan 3 barobar. 3 barobar. 3 barobar kattaroq loyiha. Umuman olganda keling o'zingiz mana shu loyiha rahbari sifatida tushuntirib o'tsangiz. Bu loyihani Toshkent shahridagi Bashkent mening orzum loyihasini boshlaganimizga, qurilish montaj ishlarini boshlaganimizga hali 1 yil bo'lmadi. Sotuv ofisimizning faoliyatiga esa 7-8 oy bo'ldi ochilganligiga, sotuv ofisining faoliyatiga. Qurilishlarimiz, qurilish montaj ishlarimiz jadal suratda ketyapti. Mana buni ko'zingiz bilan ham ko'rdingiz. Ko'rdik hozir. Hozirda o'zida 20 ta blokimiz 16 qavat ko'tarildi. Bu yerda Toshkent shahridagi loyihalarimiz 16 qavatlik, 89 ta blok. Shu 89 ta blokdan hozirgi kunda 20 tasi 16 qavat ko'tarildi. Yana bir qanchasi 10 qavat, yana bir qanchasi 8 qavat, yana bir qanchasi 6 qavat, 1 qavat, 2 qavat va hokazo. 49 ta blok hozir qurilishi ketyapti ayni paytda. 89 ta blokdan 49 tasi bo'yicha qurilish jarayonidamiz. Va o'sha birinchi qaldirg'ochlarimizni mana 26-yilda birinchi choragiga 23 ta blokni foydalanishga topshirishni rejalashtirganmiz. Ko'p qolmadi, mana 6 oydan keyin xudo xolasa 23 ta blok to'liq foydalanishga topshiriladi. Inshaalloh. Sotuv ofisining faoliyatiga kelsak, Allohga hamd bo'lsin, bu yerda ham ko'rsatkichlarimiz juda ijobiy. Ko'p ham gapirib o'tirmayman, ko'z tegmasin. Savdolarimiz bu yerda ham juda jadal suratda ketmoqda. Mana shu birinchi bosqichda topshiriladigan xonadonlarda mana bir 3 kun oldin tahlil qildik, 91% ni sotib bo'lganmiz. Bu yaxshi ko'rsatkich. Mana bugun уже 92 bo'lganda, 93 bo'lgandir. Men 2 kun oldingi ma'lumotni aytayapman. Birinchi bosqichdagi xonadonlar 91% sotildi. Men o'ylaymanki, Buxoro ham xuddi shunday bo'ladi. Xudo xohlasa. Albatta qancha mana ko'proq ma'lumot berilsa, albatta ma'lumot berilgandan so'ng xaridor nima xarid qilayotganini biladi va u qanday tarzda xarid qilayotganini biladi. Uni o'zingiz ham biladi. ko'rdingiz. Albatta. Xonadonlarda ta'mirlanish holatlarini o'zingiz guvoh bo'ldingiz. Juda qulay, bevosita buni montaj jarayonlarida ko'rsatishadi. Shuhrat aka, mana bevosita siz qanday shartlarda sotiladi deganda 4 ta shartni tushuntirib o'tdingiz. Bizda bevosita mana shu shartlar ichida rassrochkada ko'rib o'tdik. Mana shunday rassrochkada xarid qilish, olganda sotish qanday tarzda amalga oshirish, shular haqida bir qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Rassrochka to'lovlari bo'yicha misol sizga 2 xonali bo'yicha keltiraman. Misol uchun deylik 49 kvadrat metrli xonadonimiz bor. 49 kvadrat metrli xonadonda 9-qavatdan 12-qavatgacha bo'lgan qavatdagi
shu ushbu 2 xonali xonadon 10% boshlang'ich badal bilan agar xarid qilaman desangiz, uyni narxi taxminan 380 million so'm. 10% boshlang'ich badal bilan xarid qilmoqchi bo'lsangiz, demak umumiy narxi 380 million. 10% demak buni 38 million bo'ladi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Keyin 12 oyga foydalanishga topshirilishini agar inobatga olsak, har oy 5 million so'mdan to'lamoqchi deylik, bizning yurtdoshimiz. Bu 5 milliondan 12 oyda 60 million bo'ladi. Boshida 38 million to'landi, keyin 12 oy davomida jami 60 million to'landi. Shunda bo'ldi 98 million bo'ldi. 380 milliondan 98 millionni ayiradigan bo'lsak, bir 280 million so'm atrofida oxirgi to'lov qoladi. 12 oy tugagandan keyin kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish davrida oxirida 280 million so'mlik to'lov qoladi. Ana keyin o'sha 280 million so'mni bizning yurtdoshimiz bir vaqtning o'zida o'z mablag'lari hisobidan yoki ipoteka kreditlariga yana murojaat qilgan holda ipoteka kreditlarini rasmiylashtirish hisobiga bu qarzdorlikda bizning oldimizda bu qarzdorlikda yopish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Demak, mana tushundingiz, rassrochka 3 qismga bo'linadi. Boshida 10% topshirdilar, 12 oy davomida qisman kichkina summalarda to'lab keldilar. Oxirgi 3-to'lov qoladi, katta qism. Bir tomondan og'ir buni to'lash. Lekin biza yurtdoshlarimizga 1 yil imkoniyat beryapmizki, misol uchun 1 yilgacha u o'zini rejalashtiradi ishlarini. 1 yilgacha yig'iydiganini yig'adi, rejasini qiladi. Qulayroq ish topadi o'shanga yarasha. Va hokazo. To'g'ri. Ma'lum bir muddat bor. Buni endi o'ziga yarasha o'sha insonlarda o'sha harakatiga bog'liq. Juda ham to'g'ri. Mana hozir oddiy qilib tushuntirib o'tdingiz. Men o'ylaymanki, yana qo'shimcha fikrlar, qanaqadir savollar bo'lsa, izohlarda qoldiringlar azizlar. Biz yana podkastimizni, suhbatlarimizni, intervyularimizni amalga oshiramiz. Shohid aka, bevosita mana shu savolni davomi sifatida aytib o'tmoqchimiz. Uy-joy sotib olish juda ham qiyin deb, fuqarolarimizga bevosita bizni tomosha qilayotganlarga qanday bir maslahat berib o'tgan bo'lardingiz? Avvalambor oxirgi 5-10 yilni hisobga oladigan bo'lsak, muhtaram prezidentimizning sharofatlari bilan ipoteka bozori, ipoteka kreditlari bo'yicha xonadonlarni sotib olishga ancha katta imkoniyatlar taqdim etildi xalqimizga, yurtdoshlarimizga, muddati bo'yicha ham, foizi bo'yicha ham. Chunki bir zamonlar imtiyozli ipoteka krediti olish juda qiyin edi. Saralangan odamlar olish imkoniyatiga ega bo'lardi. Hozir juda keng o'sha aholi qatlami shunaqa uzoq muddatli imtiyozli ipoteka kreditlari hisobiga uy-joy sotib olish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Albatta buni o'zi ham og'ir. Kimgadir to'g'ri ma'noda bu ham og'irlik qiladi. Chunki deylik 15% boshlang'ich badal shakllantirish kerak. Yoki biz mana rassrochka deyapmiz, kimdir 20%, kimdir 30% boshlang'ich badal topshirish kerakdir. Kimdir 100% to'lash kerakdir. O'zi umuman uy-joy sotib olish masalasi o'ziga yarasha yuki bor, og'irligi bor. Buni biz birinchidan to'g'ri qabul qila olishimiz kerak. Va bu narsa nafaqat bu O'zbekimning boshida ekanligini ham tushunib yetishimiz kerak. Agarda deylik mana dunyoda eng rivojlangan mamlakatlar deylik AQSh yoki Yaponiya yoki Angliya desak ham, o'sha yerda bir fuqarosi 30 ga kirgan fuqarosi yoki 27 ga kirgan fuqarosi Londonning markazidan yoki Londonning chetidan ham bir xonadonni o'zining mablag'iga sotib ola olmaydi. Juda ham qimmat deydi narxi. Bo'lmasam ularda ham topishi ancha yuqori. Shunday. Lekin xonadonning qiymati undan ham qimmat. To'g'ri. Ular ham ki olaman desa shu keyin lizingga, kreditlar hisobiga, rassrochka hisobiga juda ham katta uzoq yil muddatga shartnomalashib uy xonadon sotib olishadi. Shunday. Agar xonadon sotib olish oson bo'lganda, Moskvada yashayotgan odam ham xonadon sotib olardi 1 yil, 2 yil harakat qilib. To'g'ri. Hamma joyda ham o'ziga yarasha yuki bor, og'irligi bor. Buni to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Ayniqsa yigit kishining boshida bor bir tashvishlardan biri bu. Bunga bir maslahatimiz shu bo'ladiki, bu narsaga bir yaxshi niyat bilan o'z ustida mehnat qilib, o'z ustida ishlab, yukni qabul qilishdan qo'rqmaslik kerak. Shunday. Chunki hammaga ham yoqmaydi. Meni o'zimga ham yoqmaydi. Ertaga agar hop bo'ynimga bitta yuk olsamda, uni har oy keyin shu yuk bilan mashg'ul bo'lish odamga juda bir yoqimsiz bo'ladi-da. To'g'ri. Lekin erkak sifatida, yigit kishi sifatida biz bu yukni ko'tara olishimiz kerak. Jiddiy bo'lib. Bunga qarab biz qadam bosishimiz kerak. Allohdan so'ragan holda va yaxshi niyat qilgan holda. Hali uysiz hech kim bo'lib qolmagan. Hamma ko'rsangiz, mana qachondir uysiz bo'lgan odamlar hammasi uyli. To'g'risida endi yon atrofga qarang, shu odamlar 10 yil yo 20 yil oldin uyi bo'lmagan. Xayolida ham bo'lmagan. Qanday qilib men uyli bo'lishi tasavvur ham qila olmagan. Lekin hozir uyi bor. Shuning uchun bu narsadan qo'rqmaslik kerak. Biroz tirishqoqlik kerak. Bu narsaga kirishish kerak. Mana motivatsiya uchun rahmat.
Endi esa bevosita xonadonlarni, aynan Buxorodagi ko'p qavatli o'sha qurilayotgan uylarni podyezd kirish yo'laklari va liftlariga to'xtalsak, yo'laklar kengligi, liftlarning doimiy ishlashlari haqida qanday ma'lumotlar berib o'tasiz? Podyezd, zinapoya, hol, ko'zingiz bilan ko'rdingiz, kengligida umuman muammo yo'q. Haqiqatdan-da. Juda keng. Yosh farzandlarimiz, jiyanlarimiz, ukalarimiz chiqib har qanday o'yin o'ynasa ham bo'ladi, har bitta qavatda. O'zim ham bu narsani ko'rib doim quvonaman bu holatda. Bir mehmonxonaga o'xshaydi. E'tibor berdingizmi holda? Albatta. Mehmonxonadek sharoit yaratilgan. Albatta, aqlli chiroqlar o'rnatilgan. Ha. Lekin endi ma'nosi shunaqa bo'ldiki, deylik, doimiy chiroq, doimiy lift ishlab turadimi demoqchisiz. To'g'ri, elektr energiyasi odatda vaqti-vaqtida o'chib qolishi mumkin. O'chganda ham so'ramasdan o'chadi. Shunday. Bizani har bitta blokda tomni ustida quyosh panellari o'rnatilgan bo'ladi. Uni akkumulyatori ham bo'ladi. Juda katta vaqt davomida o'sha elektr energiya bo'lmagan vaqtda shu butun blokdagi qavatma-qavat chiroqlarni elektr manbai bilan ta'minlab turadi. Liftni to'liq ishlashiga ta'minot bo'ladi. Va yerda suv bilan bog'liq har xil o'sha nasoslarimiz bor podvalda. O'sha nasoslar ham ish holatida bo'ladi. Bu narsalar hammasi inobatga olingan. Avvalambor chiroq o'chmasin, elektr energiya doim bo'lsin, lekin 1 soat, 2 soat, 3 soat, 4 soat bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha vaqt davomida 5 soatdir, 6 soatdir bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha vaqt davomida bu aytilgan deylik tizimlar ishlab turadi. Quyosh panellari hisobiga. Da, xuddi shunday. Ko'pchilik qurilayotgan uylar kabi ushbu ko'p qavat uylarning ham birinchi yoki ikkinchi qavatlari noturar tijorat binolari bo'ladimi? Bo'ladi. Bizning holatda ham birinchi, ikkinchi qavat emas, birinchi qavatida noturar fondlarimiz bo'ladi. Bu bo'yicha hali yana sizlarga alohida ma'lumot beramiz, lekin loyihamizda yuqorida aytilganidek alohida savdo majmuasi bo'ladi. Bu bizani deylik blokdan alohida bitta blok quriladi. Bu savdo majmuasi bo'ladi. Tushunarli. Endi esa xonadonlar ichki qismiga sharh bersak-da, kirish qismi, yotoqxona, zal, oshxona, yuvinish va hokazolar o'lchamlari, ta'mirlanishi, umuman olganda shunday jihozlanishi. O'shxona aka, buni ham o'zingiz ko'rdingiz ko'zingiz bilan. Mana deylik kvadraturlarimizni maydonlarda ko'rsangiz 37 kvadrat metr, 46, 51 ko'zimizga bir kichkina ko'ringandek, to'g'rimi? Ayniqsa Buxoro bilan solishtirganda Buxoroning bozorini o'rgandik. O'shxona aka o'rganmadik emas. Ikki xonali xonadonlar bir 60 kvadrat metr bilan 80 kvadrat metrda orasida ekanda. Demoqchimanki, maydonlari katta. Yurtdoshlarimiz bunaqa maydonga o'rgangan bo'lishlari mumkin. Bizning holatda ikki xonali xonadonlarimiz 46 bilan 60 o'rtasida. Kichikroq. Bir 20% ga maydonlarimiz kichkina. Lekin o'zingiz kirdingiz, menimcha kichkinaligini sezmadingiz. Har bir kvadrat metr nima deydi, samarali foydalanilgan. Buni har qanday yurtdoshlarimiz ham deylik Toshkentdagi loyihaga, Toshkentga ishlar tushganda kelishsa, showroomga kirishadi, ko'rishadi. Menimcha noqulaylik his qilmadingiz. To'g'rimi? O'zingiz mana reportaj oldingiz. Juda ham bir odam xursand bo'lib ketadi kirganda. Shunday. Va bu kvadrat metrlarimizni kichkinaligi aholiga arzonga keladi. Shunday. To'g'rimi? To'lovga, o'sha uy-joy sotib olish qiymatini arzonlashishiga olib keladi. Unga ketadigan sarflar ertangi energiya tejamkorligi, juda ko'p foydasi bor. O'shaning uchun savolingizga javobim shu. O'zingiz guvoh bo'ldingiz. Uylarimiz juda shinam, juda chiroyli. Sifati ham juda yuqori darajada. Havas qilsa arzigulik holatda. Albatta bevosita mana hozir kadrlarda ham ko'rib o'tdik bu narsalarni. Bashkent turar joy majmuasida shunday bir qadriyat borligini sezdikki, ko'mak berish, qo'llash, davlatning ijtimoiy muhtoj qatlamiga yondashuv, bir so'z bilan aytganda, o'z millatdoshi, vatandoshini yukini yengil qilish nafasi ufurib turibdi-da. Qadriyat aslida avvaldan maqsad qilingan edimi yoki keyinchalik paydo bo'ldimi, Shuhrat aka? Qadriyatlarda asosiy manbai bu bizning ta'sischilarimiz, investorlarimiz. Yaxshi insonlar bilan ishlash, yaxshi insonlar qo'l ostida ishlash nasib qildi bizga. Menga misol uchun, albatta har qanday tadbirkor daromad topish maqsadida o'zini faoliyatini yuritadi. Buni bir yangilik yo'q bu gapda. Lekin men o'zimda investorlarimizda, o'zimiz ta'sischilarda shuni ham his qilamanki, shu o'rtasini olishadi. Daromad ham o'z bo'lsin, lekin xalq ham rozi bo'lsin degan fikr bor. O'shaning uchun doim shuni o'rtasidan kelib chiqib qaror qabul qilamiz. Tushunarli. Hech qachon
kompaniya manfaati emas yoki investor manfaati emas birinchi o'rinda. Bitta qo'l Bu ochiq. balandparvoz gap emas. Men juda ko'p o'zim guvoh bo'ldim bu narsaga. Men hattoki o'zim shu loyihani rahbarlaridan biri sifatida narxni oshirgim keladi-da. Boshqa raqobatchilarga qarab, boshqa qilib, shu ta'sischlarim ruxsat bermaydi. Tushunarli. Joyida o'shagin deydi. Tushunarli. Har oy taklif beraman. 2% bo'lsa ham oshiraylik deyman, menga shu narsani rad qilishadi. Shundan ham bilsangiz bo'ladi, bizda bu qadriyat boshidan shakllangan va bunga misol deylik, mana hozir xonadonlarda 10% boshlang'ich badal bilan taqdim qilayotganligimiz yoki mana 2 xonali xonadonlarda boshlang'ich badalsiz oyiga 8,9 million so'mdan to'lash sharti bilan rassrochka davriga deb turibman misol uchun. Yoki mana ipoteka kreditlariga shart-sharoit yaratib berayotganligimiz. Ko'plab misollar ko'rishingiz mumkin. Aksiyalar berilyapti, mana 2 ta mashina qo'yilgan. Sovg'alar, Toshkent ofisida ham bu doim bu narsani amaliyotda qo'llab kelamiz. Bularning hammasi menimcha shu qadriyatlarga menimcha javob bo'ladi. Albatta. Va oxirgi savolimiz, buxoroliklar va Buxoro shahriga kelib yashashni, investor sifatida xonadon xarid qilishni xohlovchilarga yuzlanib, ularga qanday bir fikrlarni aytgan bo'lardingiz suhbatimiz so'ngida? Suhbatimiz so'ngida albatta biz Buxoroga kirib kelganimizdan avvalambor juda mamnunmiz, juda xursandmiz. Chunki Buxoro ahli bizdan juda chiroyli kutib oldi. Rahmat. Menimcha bu o'zaro bir-birimizga xudo xolasa chiroyli javob qaytaramiz. Inshaalloh. Bizani loyihamizga ishonch bildirishlarini so'rab qolamiz. Bizani xonadonlardan xarid qilishlarini so'rab qolamiz. Birgalikda shu Bashkent Residence loyihasini barpo qilishlikda hammaga chaqiriq qilaman. Men o'ylaymanki, Buxoro shahrida shu hudud bir chiroyli maskanga aylanadi va bu bizani kompaniyaga bu katta bir urg'u bo'ladiki, katta motivatsiya bo'ladiki, men o'ylaymanki, bu loyihamiz 10 gektar emas, ertaga 20 gektar, 30 gektarga ham aylanishi mumkin. Maqsadimiz ham shu. Xudo xohlasa. Endi bu albatta amaliyotdan kelib chiqib, talab va taklifdan kelib chiqib qilamiz. Lekin men o'ylaymanki, Buxoro ahlini talabini imkoni boricha chiroyli tarzda amalga oshiramiz. Rahmat mazmunli suhbat uchun. Azizlar, eslatib o'tamiz, siz bevosita bizni mana shunday Bashkent mening orzuyim hamda Bashkent Residence loyihalari rahbari Shuhrat akam Karimov orqali amalga oshirilgan suhbatimizni, qimmatli ma'lumotlarni demak kuzatib, tinglab, tomosha qilib o'tdingiz. Shuhrat aka, yana bir kira rahmat sizga mazmunli suhbat uchun. Salomat. Va albatta qolaversa Buxorodagi o'sha Bashkent turar joy majmuasi qurishlarini avji pallasi chiqqanida, ya'ni o'sha 12 qavatli bino ko'tarilganda podkastimizni keyingi tug'iladigan savollarini, javoblarini o'sha 12-qavatda turib siz bilan intervyumizda amalga oshiramiz degan niyatdamiz. Bo'ldi. Rahmat. Bizni kuzatishda davom eting azizlar. Fikrlar, savollar tug'ilsa albatta izohlarda qoldiring va bu savollarga ham qo'ldan kelgancha sizlarga javoblarni berib boramiz. Sizlar bilan xayrlashmaymiz. Ko'rishguncha deb qolamiz.